Assalamu alaikum qarindoshlarım. Bugün ben bir tema üstüde paranışqa nem qilib qoldim. Tünügün naq meydan tügəndən keyin qızlarınki, sığınlarımızdan mening qızım desem bo'ladigan 25-26 yaşlıq qızlarınki manga jiq paranları oldu, jiq fikirleri oldu, jiq neyim bo'lishimiz kerak ki ortaqlaşılan bəzən temalarning bağlığını, ananki özlərinin yalğız analığını, mening qandaq qılıb bu yalğız analıq hem qızımni tərbiyələş yoki o'g'limni tərbiyələş jarayonida jim o'ltirib o'zimning qilishga tegishli ishimni qilayotganliklari to'g'risida, tashqi dunyoning g'idiqlashiga qandaq taqobil turish to'g'risida menga jiq paranglar bo'ldi. Bunu hem de birden cevap vergece müşahede oturup hemimiz ortaklaşaydı dep oyladım. Bugünkü naq meydanğa her qandaq qeyrindişim. Burun konu Facebook'umdaki Messenger'da olsun, qandaq olsun. Muşla neyim qısı buludu. Telefon qısa, muş naq meydan kırsı buludu. Gülfire? Ma naq meydanını aşının ulu vetin. Hazırkı naq meydanını. Her qandaq vaqtida siz göp qoysanız, telefon qısınız buludu bunda vaqtida. Men endi bir şeyde başqalarınınkini deyişkiçi olğan arlıqda özümnikini dey dep oyladım. Men 2010 keldim Norvegiyaga. 2018 ayda keldim. 2,5 ayda turgandan keyin bir tercümanını saxladım. Norvegiya milletidagi tercümanını saxladım ve kampның içinde. Onundan keyin 2,5 ay ötgəndə men intervyu berdim. Bir hafta ötməylə mənə cavab çıxdı. Bu jarayonda endi bu kollektiv turmuş bolğandan keyin kollektiv turmuşda balalarga qarab turmusunuz, kollektiv yataqlarda turdigan, bunda bir işlarda endi bək diqqət qilib turmusunuz bolmaydı ki, kichik balalarning keynida yurishiniz kerak. Bunun üçün endi men yalğız kelgandim deb o'ltirib ha deb o'ltirmadim. Anadaki yeni bir aile vardı İran'dan kelgan. O ailem 3 bala bilan kelgan, shunchalik tirishchan ayol. Onu bir nima o'rgandim, men bir narsa o'rgandim, balaning keyinda yurdik. Aşı jarayonda bir kompyuter aldım. Kompyuterni shu bir savodishimdan pulab turib aldım. Turmush mazmunimni beyitsam, balla teshigi chiqmaydi, teshida boshqa narsaga qiziqmaydi deb bir kompyuterni olib turib her ayga bölüp durup keyin töledim. Belki pozitif çıkıp bolğandan keyin. Ondan keyin aile cemleş o vaqtda men degen turmuşluq adamdim, nikahning içinde dedim. Şununğa endi tezlikte aile cemleş dep bir nemesi var. Şu aile cemleşten men balalarımdan dadısını çağırdım. Çağırtıp anandan keyin neyim qısan boldu, hem bəkilsən boldu, başqa adam körüverdi o. Anandan keyin çağırtdım. Çağırtıp bolğandan keyin keldi. Men taşlab etken bir ayal olub qalmay, onu taşlab etken amişaga çağırtmay dep turib, şunchalik tez sürat bilan çağırtdım desem boldu. Çağırtıp kelip bu yerga könmedi. Bir kep ketdi. Ondan keyin ikinci qitim kelganda bu faqat turğus kelmedi. Anadaki bıraklı ketdi. Ketkendan keyin biz xalqaralıq ajrashib ketdik. Konsullar arqalıq aşındaq ajrashdik. Ajrashqandan keyin balani yalğız tərbiyələşkə tez künüşüm kerak deb psixik məsləhətçisidən nima aldım. Təklif aldım. Yalğız analar şunda qilish kerak deb har qandayıga deyman. Məsləhət aldım. Yalğız münasibətdən yalğız analıq ayal dərqəmdə turub bala tərbiyələşdən yalğız analıq nemisiga salayetiga ötüş jarayonimni qandaq qilsam to'g'ri olib boraman deb turib bu to'g'riliq fikrlashdim. Fikrlashgandan keyin anandan keyin mundaq qilish kerak degandan keyin men qo'pib mushuni o'zimga tabiqladim. Bu jarayon jafolig'aroq jarayon. Masalan, yalğız ana bo'lish jarayoni. Lekin bu yalğız ana bo'lganlikdan men 41 yoshda ajrashib ketdim. Endi bu 41 yoshda
mening o'zimning yeshimdagi odamlarning orasida jalb qiladigan odamlar cho'qim chiqidi. Boshqa yerlik, chet ellik, boshqa millat, boshqa e'tiqoddagilar. Boshqa e'tiqoddagidan birisi uchurdi. Bu odam hamda bek yaxshi odam, hamda odamlarning ichidagi xil tuzuklari. Bu odam menga davomli gul akab qo'yib ishlaydigan yerga ashuna qiladi. Qo'sa men dedim-chu, mening bolalarim jiq, analikin sen bilan tamoq jihatdan ikkimizninki o'rtaq nimamiz bo'lmaydi desam, beshida dedi, e'tiqod jihatdan men sizning e'tiqodingga kirsam bo'ldi deganda, yo'q, o'la masala emas, bizning yemak-ichmak madaniyatimiz o'xshamaydi. Sen o'sib cho'g'gan sharoitda sening tamoqlaring o'zingga yoqqan bilan mening o'zimning tamoqim o'zimga yoqadi. Lekin ikkimiz o'ttirsida hal qilolmasligimiz mumkin. 18 yosh, 20 yosh vaqtim emas, men tavakkul qildigan deb turib chiroyliqcha hal qildim. Anaki o'zining yo'liga mang'izib qo'ydik. Eliq satlashib bunda qilishning hojati yo'q. Onun o'ziga tushlik ko'ngli dedim. Onundan yana bir hamda Uyg'urning masalasiga deylik. Uyg'urning ichida uchirganlarga ularga dedim. Mening bolalarim bor. Men bolalarimga hozirgi yeshimda nima ish qilishni bilaman. Hem bu bolalarningki ajrashib ketgan holatdan texmi yana bir murakkab bir munosabatning ichiga kirib qilishini bolalarnikini xohlamadim. Shuning uchun to'y qilmadim. Meningki nimam shu. Bolalarim murakkab bir munosabatning orasida o'gay, mundaq bir munosabatlarning orasiga kirib qilib, bolalarning psixikasida bu jihatlarda bir xil g'ayrilik bo'lib qolmasin deb turib, qadimimni asıl dishim kerak deb turib, tirishchanlik bilan ma ishdan agib o'tdim. Yana uchurganlar bor. Ularning ichida ba'zilariga dedim, sizlar bilan bizning kultur farqimiz va madaniyat farqimiz var. Biz bolalarni to'y qilgan yeshida uydan uzdimiz. Sizlarga o'xshash 18 yosh to'shdi yoki o'qidi yoki mundaq deb turib uzdib etmaymiz, uydan ko'chib ketmaydi. Men yolg'iz turmush emas, mening bolalarim bor turmush. Shuning uchun bu bolalarim bilan tang qabul qiladigan odamlar oz bo'ladi. Sen men qabul qila olmayman desangmi, men jiq jihatlardan bunga ishonchim yo'q deb turib hal qildim. Agib o'tishningki usullari bu. Qizimning masalasini dey. Qizim bir çetelning bu çetel biz uchun butunlay bir yot bir tuproq. Bu tuproqda o'qish jarayonida o'g'illar buni yaxshi ko'rib qilish ahvollar yuz berdi. Mayli boshqa millatlarning ichida. Bundaqlarga kelgan chog'da men baldurli deb qo'ygan ba'zan muhabbatni qabul qilib bo'lmaydigan muhabbat. Bu e'tiqod bilan taqishidi, madaniyat bilan taqishidi, urf-odat bilan taqishidi. Shuning uchun bu qabul qilmaydigan bir muhabbat deb turib to'saqni tayyor qilib qo'ysangiz, u vaqtida qanday javob berishni bilasiz deb turib, buni baldur tayyorlik qilgashqa qizim normal hal qilib keldi. O'g'limga kelgan chog'dimi, qizlar boshqa o'ziga xos qizlar yaqin keladi. O'g'illarga O'g'illarga yaqin kelgan chog'dimi, ayni shu bitim. Biz hamma narsani qabul qila oladigan bir oila madaniyat emas. Qabul qila oladigan oila emas. Buning uchun tayyorlik holati turg'in balam, sana bir qancha suiqashni beshing og'rib qolgan vaqtingda bir qancha suiqashni akab bera oladigan. O'zingning tamog'ingni shunchalik seg'insa, bir yerlarga sayohatlarga chiqqan chog'da suiqash seg'inib ketamiz. Ashundaq seg'inib ketgan chog'da og'rib qolgan vaqtingda bir qancha suiqashni akab bera oladigan o'zingning millatidan bo'lsin, balam deb turib tarbiyani qilgan. Shuning uchun bu masalalardan biz noiti o'ngishliq o'tdik. Anandan keyin bolalarningki o'sib yetilish bosqichidagi ba'zan bir o'zgarishlar, balog'atga yetish, o'g'il bola olsun, qiz bola olsun, men hem dada hem abulaq rolini o'ynaganligim uchun men o'g'il bolani bize qiz bola mijoz bo'lib qolmasin deb bu jihatdan noiti diqqat qilib turib tarbiyaladim. Padishab bilan ilm fan o'tirsida ilm fanni padishab bilan o'rtaqlashtirib o'tirsini qo'llandim. Qizlarninkiga diqqat qilsanglar, o'g'illarnikiga diqqat qilsanglar, o'sib yetilishda odam bedenini tushunishdan boshqa bolalarni sizmi ona bo'lgan odam, dada bo'lgan odam qiziqadigan narsalarni ko'paytirishingiz kerak. Kichik kitoblarni o'qib bering,
hikoyalarni o'qib bering, tantarbiyaga qiziqtiring, ba'zan o'yinlarga qiziqtiring. Unda qiziqtirmasangiz, bu o'sib yetilish jihatidagi hormonninki ajralishi, bolalarninki bundaq o'zgarishlarga ichi pushib, jilixo'r, urushqaq, anadagi ota-onalar o'tirsidagi urush paydo bo'ldi ekan. Anadagi g'ayri ishlar bo'ladi ekan. Ba'zilar menga deganda Norvegiyaning ichidami bor. Sen bolalarning masalasini qanday hal qilding? Mushtaq o'sib yetilishda urushqa olib ketdi, munda olib ketdi, faqat bir yerga kelmaymiz deganda, qizimda bunda ahvol yuz bermadi. Nimishqa desak biz tirishib o'zimizning o'g'inishi bilan bo'lib ketib, urushish ona bola o'tirsida bunda to'qinish yuz bermadi. O'g'limnikiga azroq bo'ldi. Bo'lgan vaqtida unimi shunday hal qildim. Qiziq top o'ynayman, top o'yna bolam. Shu atrofimizda bu savaqdaşları var, samslarını pişirip vermem, demeliş çıkarak vakitler vaxtıda. Demelişte sams pişirip vermem, onu pişirip vermem, tortlarını pişirip vermem, ecikti paranlaşıp kırdı. Biz bilen 24 saat yüzüki karap duruş pürsteni azırak olsun azaytay. Bunun bilen düşmenleşip ketmeyi dep oldurup, moşunda kullandım. Kino gördü. Nemqanda oyunga qiziq değil, kompüterde oynaydı. Onu ben oştup ettim. Her kandağa deymen. Balamnikin uçtu bitip kitap qiziqsan, anandikin oynasan, top oynasan bo'laverdi, futbol oynasan bo'ladi. Balalar bilan bir yerga anandikin qizil kirish jamiyatiga a'zo bo'ldik. Oila bo'yicha a'zo bo'ldik. A'zo bo'lish orqali qizil kirish jamiyatida biz anandikin nim qildik. O'g'lim futbol maydonininki bexatarligini qo'g'dash şu sepke haqsiz qo'shildi. Men aile o'qituvchilik, ba'zilarning matematikada yetishmagan, ashundaqlarnikini qizil kirish jamiyatida o'rin haqsiz, alag'im haqsiz mulozimat qilamiz. Ashundaq bir kasbni qabul qilib, har haftada 3 kun berib shu ishni qildim. Haqsiz hukumatdan mundaq birdan almadık. Aşununğa qimmat yaratib berish jarayonida turmushimizning mazmuni beyg'andikin bir-birimiz bilan jidal oz bo'ladi ekan. Bolalarni yetaklab, aşunun qiziqishiga mazmunni ko'paytsangiz, bolalar jiq narsalarni, badandagi o'zgarishni ishchidan teshib chiqaramay, ifodalab beramay, ota-ona bilan ziddiyat bo'ladi. Bu 100%lik endi menandaki mendeki tecrübelerimni sizlarga dep berishim bu. Yanama bu to'g'riliq yana so'zlashimiz, lekin yolg'iz onalarga bo'lgan bir fikrim. Endi sizga navbat keldi. Men Turkiyadan 2dan 3 bir qizlarni 31 yosh kirgan, 29 yosh kirgan, 28-29 30 yoshlarning atrofidagi yosh qizlarni fikrini aldım. Qachon vatan qachon ozod bo'ladi? Qachon kamp itilib ketadi deb qanday desam, yo'ldoshimiz ba'zilarning yo'ldoshi mushtaq turmada ekan. Bu turmada o'g'allik uchun qizlari yoki o'g'illarini elib Turkiyaga kelgan ekan. Endi vatanning yo'li itilgandikin bu pul kelish, iqtisodiy manba uzilgandikin bularningkida endi tengirqash xizmat tepib, xizmatning eg'irligidan agi tegish yo'lini tanlash, teg'i nikohning ichida agi tegama so'zimni beribsa degan temalar nechisi bo'ldi. Men savolni qo'ydim. Agar siz shu nikohni nimani so'zni beribdi deyli, lekin Xitoyda to'y xitingiz ajramagan holatda qanday turmush qurasiz? Desam, qanday qilmayamsa deb turib shundaq beshamlik bilan bir ikkisi shundaq bo'ldi. Yana ba'zilari shundaq yuzi to'van so'zlaganlarni ochib qanday qilamiz? Siz qanday qilgandingiz? Siz rost yolg'izmi? Men rost yolg'iz dedim. Lekin qaysi ishning eng muhim ishligini men tartiblik plan tuzib olgan. Men hayotimda endi faqat to'y qilmayman deb turib, mening bolalarim to'sab qilgani yo'q. Azaldan bolalar mening turmush ishimga, bu turmush ishim mening shaxsiy ishim. Bolalarim bilan munosabatsiz, ota-onam bilan munosabatsiz. Men bu ishni chiroyli hal qilishga usul, qaysi ish beshida bo'lish kerak deganni qo'yib olgan. Hozirgi yeshimda nima ish qilishim kerak deganni bilaman.
Sizmi şu hazırki işinizde, hazırki şaraitinizde nimish qildiganligingizni bir plan qilib tuzib oling. To'y qilish orqali bolalarning turmushini o'zgartiraman deyishingiz o 100%lik endi bo'lmaydi hech qanday narsa. Tünögün bir ovozliq narsani bu ayol menga maslahat saqlaq uchun o'zi bilmadi. Men ovozini saqlab qoldim. Uni men qo'yib bermayman. Bu ayol qo'sh nikohliq oila ekan. Bu oila zo'ravonligi ekan. Shunchalik tayoq yeydigan bir turmushga kirib qopti. Afat xarakterlik. Mushundaq ish. Siz nereden bilesiz mushundaq bir turmushga kirib qolmaydiganingizni? Yevropada yoki boshqa yerlarda üzük taqash orqali ma ayolninki yo'ldoshi bor yo'qligini, ma erning ayoli bor yo'qligini farqlantirdi. Shuning uchun bizning meninkini yo'ldoshim yo'qligini bilgandikin u bu yerdan chiqdi. Lekin agib o'tishga moyir bo'lsangiz bo'ladi. Siz neçəsinin həmisi yögəklikə. Sizlər qandaq tepişə aldыңlar desəm, WhatsApp topları arqılıq, Facebook arqılıq, aştaq toplar var, şu yerdən tepişimiz deydi. Muşundaq yögəklik aldır, qandaq tepişdiniz desəm, tepişə alayımız paranlaşış arqılıq, o bola birisi tunuşturdu, paranlaşımız deydi. Dep onu uqdum, qandaq tunuşidğanlığını. WhatsApp toplarda ne WhatsApp topları var ki, onunla bəziləri kirməydi ki, bəziləri şu yer arqılıq jigit qız tapışa alaydı ki. 34 yaşlıq bir ayalının ki misalını əp verək. Şu ayalının 14 yaşdan aşqan qızı var ki. Bu ayaldan sorudum. Siz nemiş ki 14 yaşlı qızınızı əgi veriş xiyalığı gəldiniz desəm, boynumdaki yük saqit buludu. Mən mi özümün bəxtini izləyələyəm deydi. Siz bəxtinizi tapamaydığınızı siz nədən bilsiniz deyə sordum. Sorsam, sınab baxamən deydi. Ya bu turmuş deyin sınab baxıdığın bir iş emas bu. Məsələn, mən qızımni deyə oylayım. Qızım 14 yaş vaxtında biz ajrashib bo'lgan. Men qizim 14 yaş vaxtida ajrashganda yana birisining uyiga akirdim deyli. Mayli Uyg'ur bo'lsin, mayli kimnikiga. Men u qizimga mas'uliyatsizlik qilgan bo'laman. Tünögün bir toxoniki, bir mekiyanniki bolalarni, chujilarni qantining ostiga yomg'irdan doldovib qilganini layoqatsiz onalar meni o'gininglar deb chiqarib qo'ydim. Kechda shunday chiq narsalarni angladim, ko'rdim. Mushu orqali chiq narsalarni xotir qoldirdim. Men ajoyib umidsizlandim desam bo'ladi. G'idig'lashqa siz qarshilik kuchingiz faqat o'zingiz yetildirganda oshidi. Her qandaq yerda g'idig'lash bor. Mayli siz yosh bo'lsangiz, mening yeshimda bo'lsangiz, mening yeshimga loyiq odamlarning to'pining ichida shundaqlar bor. U eliqi yosh farqingizning cho'ng, yosh farqingizning cho'ng kichikligi bilan bu jalbkorligingiz yoki bir odamning chiqish chiqmasligi u nima emas. Eliqi bevosita munosabatlik emas, yeshingizning cho'ng kichikligi. Mushundaq ishlar bo'ladi ekan, lekin agib o'tisiz. Mush yerga kelib ajrashib ketganlar bor. Ajrashib ketganlarning ichida Yevropaning ichida bo'lsin, nada bo'lsin. Ayol kishi alayda tirishchan. Kishi passiproq. Bundaqlarimi bo'ladi ekan. Yana birisi bu ayol kishi allamaqachon birsini tepib bo'lgan. Mundaqlarımı bo'ladi ekan yoki kishi birsini tepib olgan undaqlarımı bo'ladi ekan yo kishi tirishchan ayol kishi alayda passivlarimi bo'ladi ekan. Anadikin bu yangi muhitning almashishi bilan o'zgarishlarga muhitga moslashishchanligingizning yuqori to'ban bo'lishi umma sabab bo'ladi ekan. Hozir Turkiyadagi masala bo'lsa, erlari vatanda, turmada yoki turmada emas. Aşının pulunu neçə vaxt niyə xəşləvatqan. Əmdi tosatdan ma yol itilgənligi üçünla ma turmuş qılmayımız deb turib təvəkkülçilik bilan ikinci turmuş, üçüncü turmuşlarni, ikinci xotulluq, üçüncü xotulluqlarni tanlash bununla məcbur olvatqanlar. Degəndi, mən sizninki mehnatkash bo'lishingizni umid qilaman dedim. Tünögün bir ayolga shundaq dedim. Türk milletining mehnatkeşligini nemişki öğrenmeysizler dedim. Türk xalqi nait işcan, düzük o bekçik okumağısımı acayip işcan buludu ayalları. Meyli erleri, hünerven buludu iken. Muşu Avrupaga kelip dönerxana, uya bu yalan aşqallar Türkler.
Kürtler, çıxlar aşında qılıdı. İçiş jarayonida ayolları öyde oltağını bilen vayığı yetkizip durup aile ayollik qılıdı. Mayaqlarda meyve-çevilərinin 10-cu ay, 9-cu ayının axırlar taz meyvelər pişqan vaxtıda özününki ehtiyacıdan işib ketken, şundaqcıq bop ketken meyvelər olsa gezki çıxır qoydu ya Facebook çıxırıb qoydu. Ma nəsbək pişib ketdi, sen kep üzüb alsan buludu dep şotalarını qoyub qoydu. Bultur biz alıcı şunda bir oxşab ketken, glas oxşab ketken bir ailəyə bir üzüb aldıq. Anadaki muraba qayıntıb alımız. Bunu türklərdən ülgü aldıq. Türk ayalları şundaq qılıdı. Bəzən köktatlarının əzan vaxtıda şu köktatlarını çilib alıdı. Şu köktatlarını çilaş usullarını şulardan öğrendim. Mən ailəmdə köktat çilaydıgan, muraba qayıntıb olturdığan apam teya qıpbəgini yeydik. Dadamның ədirləri çilab əkəpbəgini yeydik. Lekin bu yerге kelib, aşı Türk ayallarının ki turmuşda naydı puxta, naydı Hristiyan, naydı iditlik öy tutuşunu biz Türk ayallarından ülgü aldık. Nəmə aile vətəndə vaxtımızda talada tamaq yeyiş nisbətimiz baddi, şəraitimiz baddi. Bu yerde ondaq emas. Halal dukan yok. İqtisadi şəraitiniz pələmpəysman birdən o qədəmge yetib olğacan, o dərəcəge berib olğacan vaxtda Japanı tatmadım emas. Lekin tirişçanlıq bilan həmmə gıdıqlaşdın, həmmə qiyinçilikdən ötdüm. Sizmi ötələysiz? Türk ayallarının ülge elan. Acayip tazlıq qılıdı bu ayallar. Tazlıq orullarda işləydiğanları var. Siz ailevi işlerini qılın. Tünögün bir qızvala dedi. Mən kişininki sədəqsini almay, uğulaşını öğrendim. Uğulaşını öğünüp durup, mandaq qıldım. Ailesiga verib uğulaşını qıldım. Əgər də ailesiga barmasam, bir yerdə işləydisəm, kinişkisi yo'q, mındaq bir yabancılarni ishlatdi deb turib, emgak idorasininki yoki uning buningki jarimanasini nim qilamaydi. Shuning uchun oila mulozimatni qildim, oilaviy mulozimatni qildim. Mındaq nimada o'tirib qolgan, o'rinda o'tirib qolgan, belni o'lash, o bu deganlarni shuni qildim. Shu orqali turmush saviyarim o'sdi. Mındaq deb turib, ba'zan bosqichlarni deb berdi. Oilaviy mulozimatlar borkan, siz qismingiz bo'ldi, tug'ut beqishmi bor deydi. Tug'ut beqishni hozirmi men sizga birsini deb beray. Agarda noyit chaqqan, chevar ayol bo'lsangiz, bir inimizniki ayoli eg'ir oyoq. Shuningki nemiz qilsangiz yaxshi tunuşturup koyayım, maaşı var. Maaşınızı özünüz sözleşip alsanız buludu. Analikin iştep beriş. Men iştep berey. Bizden balalar iştep berişininkige yardım kılıdı. Biz bəzən yerler bilen münasibet ornattık. Siz işlen, mihnetkeş bulaylı. Siz turmuş məzmununuzu beysiniz, gıdıqlaşdın. Əgib ütələysiz qeyrindişim, əgi tigişni oylaşmaq demedim. Lekin kolunuz pakiz bolsun. Tərtiniz bilen oltasınız, şərəpli gerek oltursiz. Ballarınız mı çoğarak boğanda appan jeti, appan mandaqdi, yani bir müddetip yüzünüzge sanmaydı. Bu bir mühim iş. Özünüzge nuqsan boluduğan. Məsələn, bana birisi dep baxdı. Mesela maaşlar deyir. Siz eğer de ikinci, üçüncülükni qabul qila alamsınız degende, men şəxsən mening xarakterim ikinci, üçüncü xotin buluş. Bunda acış bo'lgan holatda birsiga tegsak bo'ladi, qabul qilsangiz. Lekin uningdan halqigan holda ikinci, üçüncü buluş mening xarakterimda to'g'ri kelmaydi. Mening nizomim bor, mundaq bir nimam bor, o'zimga qilgan o'lchimim bor. O ölçemde men palançınınki ikinci, üçüncü bulup bir kadın bir adamni ortak işletiş, bir erge ortak behriman buluş, o nərsə meninki adimilik nimemge toğru gelmeydi dep durup cevap verdim. Bir sizning ödünüzden çıqamasa özünüzü bulğaysız emasmı? Siz nereden bilesiz aş türmedeki erlerinin keyin çıqanmaydığını?
Siz nereden bilesiz şu keyin sizning oldingizga Allohning qudrati bilan oldingizga kelib qolgan vaqtida qaysi yuzingiz bilan qaraysiz? Chunki burun sizga bo'lib boqqan. Burun sizniki iqtisodini yetkazib bergan. To'satdan ma'lum bir qiyinchilik bilan bu iqtisod üzüldü. Şunun uchunla osiylik qilamdiq. Mana shu turmushga nisbatan osiylik qilib, keyin keyniga yenib kelgan odamni qabul qilmadim. Qabul qilmadim. Men ajrashib ketgan odam bilan xalqarалық ajrashdik. U yana bir to'y qildi. To'y qilib bo'lib, yana keyniga mushundaq nim qilganda, "Yo'q" degan gapni ash o'ttirga tushgan odam orqali ivatdim. Men pakiz o'ltadim. Yanama chiroyli bolalarimning to'yini qivitib, balkim turmushni o'ylashim mumkin. Lekin hozirgi planimning ichida bu turmush emas, o'zimning shaxsiy turmushim yo'q. Xanım qizlarimiz, o'zingiz qiz bola bo'lsangiz, qiz bola betimchi chiroyli o'ltiring, bir ishga yaxshi o'zingiz bilan o'rtoqlig'ingiz va qizlar bilan bir yotoqni elib, tang turinglar, iqtisodinglar ozroq bo'lsa-mi, nima bo'ladi? Jug'lab yashay olaysizlar, o'zinglar ki iqtisodiy besiminglar sal tuvallaydi. Endi cho'kallar bo'lsa, 2 oila, 3 ayol 3 aile birleşip, bunda bir öyünü alsanlar, işkir takışkır ağallar bakken, eri yoklar. Hem de bazen adamlar şunun maraplı turur iken, vay toy qıp qalsınız, şunun koydu olur iken, qısat tüpeyledin, 2. xotun bop qatımız, qısat tüpeyledin, 3. xotun bop qatımız degenlerge, əxlim heyran qaldı. Qısatını siz ma qolğı tayınıp durup, hal qısınız bulmamdı. O vaqtida azroq bo'lsin sharaflik boshqa odamning sizga yordam qilgisi keladi. Agarda siz tegishni nishon qilib o'ltirib o'zingizningki bir azroq shaxsiy nimangiz bilan qilvasingiz, bolalarimiz bechora bo'lmamdi. Bolalarga sal mas'uliyat degan narsa bir ona deganning cho'qim mas'uliyat hukmi bo'lishi kerak. Men o'ylayman, siz o'zingizga o'lcham qo'ysangiz, qattiq o'lcham qo'ysangiz, kishiga onadagi shart o'zingizga o'lcham boshqa odamga mumkin emas. Siz shart qo'ya olmaysiz, o'lcham qo'ya olmaysiz. Mening biz kichik vaqtimizda bizga qaragan bir hadimiz bordi. Shu hadimiz suvga chiqish, u bu jarayonda birsini tepib olibdi ekanda. To'y qilaman degan chaqda dadam so'rgandi. Satrashmi yoki samspazmi deb so'rgandi. Voy qanday bilib oldingiz deb dadam boshlar degan. Satrash deb. Hey, singlim, chiroyli o'ltirib, nim qilsangiz, yaxshiroq bir o'rinni tepalab qo'ydingiz deb turib desimi unimay to'y qildi. To'y qilib, Urumchi kelib bo'lgan odam boshqa yoqqa ketib qoldi. Anandaki o yoldaşı maşin vaqası ölü gitip, şunda eğir küllerini kögen çağda bir küller kelgende bizden öyle bir kilip, şunda degendi. Hay dese onu mağanın derdini tatı diken adam. Lekin, hay dep koysa bulu diken. Bir küllerde sizni yani eslep keldim. Dep durup dadam o şunda degen. Bunda misallar bekçik. Dostlukta mı asilik kılışını kabul kılamayman ben. Ailede mi şundak bir işlerine hem de ayal kişi bek chiroyli o'ltagan ayol kishilarimiz jiq. Biz mushu Urumchida bir appay vardi. 21 yoshda tul qolgan petimchi yo'ldish o'lib ketib, yolg'iz o'g'lini cho'ng qilib, universitetda o'qitib, anandikin tugab ketgan. Shuni shunchalik ulug'laydi, haqlar so'zlaydi. Ma bir chiroyli o'tgan appay deb. Lekin endi bu bir sat ish deb o'ylayman men. Erdan erga chiqiverish-chu. Onun üstüki erinin kolada turuqluq. Hazırda hiç işiniz el olmay, erinizden sözünüzden alanmağa halette qandaq yeni bir turmuşunu oylaşsız degenini yoğan bir sual belgesi koyup durup dedim. Siz ben qada qilma deydi. Men işim qilib beremeyme. Men bir yot. Ama men özümning beshimdan o'tganini siz bilan o'rtoqlashish orqali mening qandaq agib o'tganimni deb bermoqchi. Əgib ötələysiz, fəqət sizdən aşı şəxsi qəriziniz sizdən qalib gəlmisizlər. Besib turalaysız. Biz tükürük qaçısıq ayrılıb qalmışaq olur da.
ayol kishi tükürük qaçısıga aylanıp qilish kerak. Ma kim kes tükürüp qo'ydigan? Birla odamga tava bo'lib turib yashashniki birdan bir usuli sal hay deb turing o'zingizningki, shu turmida yetayotgan odam ayni vaqtda sizga pulingizni, iqtisodingizni ko'targan. Shu vatanda turayotgan, hozir pulingiz, nemingiz kesilib ketgan, iqtisodingiz kesilsin, ayni vaqtida pulingizni, shuning pulini siz xashlayotgan. Endi to'satdan mushu yo'lga menib qolamsiz. Bu bo'lmagan ish. Yana birisi 14-15 yoshli qizlarni Qur'on kursininki masalasini deyli. Qur'on kursining masalasida qandaq bu yana erlar bilan uchrashish fursatlar bo'ldi desam, ular bek uzoq o'qimabdi Qur'on kursida. Bu g'ayri temalar bo'lindiki, qizlar, o'g'illar, ayol kishi bo'lish, qizlarning yetilish, u bu jihatda to'g'ri bo'lgan yetaklash yo'qkanda, shuning bilan bularga qo'zg'atib qo'ydi ekan. Nima deb Qur'on kursidagilar tezli aytib ketdi desangiz, acha manda jihatdan yaxshi nim qilmaydi. O'g'illarni munchiqani xatnisini qildi, manda qildi deb deydi bizga. Shuning uchun manda bo'ldi deganlarni dedi. Men sizga dey. Bu ayol kishining, masalan bizninkida mayoqlarda qo'sh jinslarning muhabbatlashishi yoki mundaq narsalarga to'g'ri kelgan chog'da biz uni agib o'tmaymiz. Undaq odamlar bor, mayli islom diniga e'tiqod qiladigan, mayli qandaq bo'lsin. Hamma dinning ichida ba'zan mazmunlar o'xshash bor ekan. Faqat ba'zilari ochiq shaklda, bizning dinda yepiq shaklda buni yo'q deymiz, ham chamik esa qilib o'ttiramiz deymiz. Lekin u narsa mavjud. Bu yerda deydi. Başlangıçdan bir misalını aytib beray. Bir qiz bola bir gün oturup yastıqni, kichik bolalarning yastıqini mındaq oturup men egray bo'lib qoldim dedi. Deganda Marit deb bir yana bir o yetakchi o'qituvchimiz bor. U vaqtda men praktik vaqtim bo'lgan ekan, mening ma'lumimga hisob bo'ladi. Shu ayol shunda chiroyli javob berdi. Yo'q, sen egray bo'lamaysan, sen cho'ng bo'lganda, sen bir muhabbet tutqanda yoki sana tava bir erni topgan vaqtingda anadikin balliq bo'lalaysa, hozir egray olmaysa deganda anadikin qo'pib Friedrich egray qo'lamdi deganda yo'q, uni egray olmaydi, erlar tug'maydi deb turib chiroyli javob berdi. Masalan, bizlar bo'lsak, bizningki haqiqiy madaniyatimizda bo'lsak, "Voy, ma gapni demayli, og'zingizni undan demang. Voy, nima deydi ma bola?" deb turib tezdan uni andaq nim qilamiz. Biz kichik chaqlarda ba'zan kinolarninki u vaqtlarda Nuri deb bir kino vardı. Hindistonniki. Mening yeshimdagilar biladi. Shu kinoni ko'rib o'tdasak, ko'rdi qo'ygan chaqda dadam kirkitinglar deb turib ma'lum bir ko'rinishga kelgan chaqda o'chirib aytgandi. O'chirib aytgandikin singlim bilan ikkimiz o'ltirib, "Voy, nimishqa ko'gizmidi buni?" deb turib, İttifoq kinoxonasiga bir kuni berib savodashlarimiz bilan nechimiz berib ko'rdik. Vaqtida o kinolar unchalar g'ayri undaq ko'rinishlar yo'q. Faqat bir kiyimlarni mundaq qilgan bir ko'rinish va birsiniki bir qiz bolaga tajovuz qilgan mundaq bir ko'rinishlar. Uni tushunmayli chiqdik, ammo nimishga uchirayotgandi dedik. Keyin siz qilma degan narsani bola bekkerak qiladi. Uning uchun siz buni to'g'ri bitimcha nima uchun qilmaslik kerak desangiz, mening ma'lumimning so'zini deb beray. Yishing yetmedi dexe, tushunmaysan degan narsani bizga yetkizdi. Sen qanday javob bersa degan chaqda ma'lum ashtaq dedi. Sening yishing yetmedi, sen bu muhabbatni ko'taramaysan, bu og'ir narsa ko'taramaysan desang bo'ladi. Ba'zan narsani tushunmaysan hozircha. Ash sen tushungidek bo'lganda men sen bilan o'ltirib ko'ray. Yoki bek ichikidan oshqanlarni, lekin chekidan oshmagan bo'lsa sen o'ltirib hech qanday bir nima bo'lmagandek o'ltirib ko'rinishlar chiqib qolsa, sizlar islom dinidagilar bek nim qilsizlar, jimmida o'tirib o'tkazversan, uning faqat birozdan keyin unutilib ketadi. Varaqlagan kitobdek unutilib ketadi. Sen uningga texmi bir kirish bilib, "Mani ko'ma" desang, vaqt chiqarib ko'radi. Nima uchun ko'mayman deb turib texim qiziqish bo'ladi. Uning uchun sen yetakla degan narsani bizga shundaq dedi. Biz mana shu Yaponning bir kinosi bor, yemayling deb, yemaychi qisi degan bir. Ashunimi dadam ashtaq qilgan. Lekin shuni ko'rgan keyin biz.
Bu narsa eliqi ballarda siz texmi qiziqishni o'zingiz keltirib chiqamay, o'zingiz tang do'st bo'lib turib, hal qilsangiz bo'ladigan ishlar. Kishinikimi shu, teshidan kelgan g'idiqlashnimi bolalaringizga qiziqib, bola tarbiyalashga qiziqib, bola tarbiyalash to'g'risida izlanib qilsangiz, agib o'tadigan yana bir chora o'zingizni kuchaytirish. Balangız bilan o'tirishingizga munosabat shunday yaqin bo'ladi ekan. Hamma gapni deyisha oladigansiz, do'st bo'lib o'ta oladigansiz. Siz balangiz bilan do'st bo'lsangiz, ash balangizning dadasi turmadan chiqmagan, vatanning ichida hech ishingizni hal bo'lmagan odamga osiylik qilishni o'ylamaysiz. Bu mening sizga bergan javobim. Chunki bu bir ikki odamning savoli emas. Hozir mushundaq holatda deganlik uchun xonim qizlar qanday qilganda agib o'talaysiz, o'zingizni kuchaytganda agib o'talaysiz. Siz o'zingizniki bir o'lchimingizni o'zingizga shart qo'ygan chaqda, men o'yin o'rinda yana bir nikohni tanlamayman. Men o'zim bir ma'lum bir yerga borganda anandikin tanlayman desak bo'ladi. Siz o'zingizni baqalamsiz, baqamamsiz. Başqa nikahlık belgilemeydi. Ma qo'lingiz belgileydi. Ko'z qo'rqoq, qo'l batır. Siz o'zingiz tirishsangiz, balangizni o'zingiz beqib keta olasiz. Men bultur 12-oyda nimada bo'ldim, Turkiyada bo'ldim. Mushu jarayonda yolg'iz onadan nechisi bor? Men tanıydigan, munosabat o'rnatgan yolg'iz onalardan. Hech qaysi tegishni bir oldingi ölçem kıvamaptı. Hemisi yaxşı yaşab ötüptü. Birisi aşxanda işlep ötüptü. Yana birisi kiyimlerinki tazı nime vaqt ekan toq kiyim tikishni uyab yerlarni süpitini tekshirdigan o'qigan qizdi u. Hergiz ma turmushimninki nimesida men yaxshi yerda ishlaydim, yaxshi yer demay, bolasini o'g'lini cho'ng qilish uchun u yolg'iz ana shu ayada ishlab ötüptü. Anadaki aşkanda kaçıyordığını gördüm. Umun işemez dedim. Uçurattım. Tazlık vatkalarımız var dedi. Bazen hele nimo ikamet ep boğalları bir binanın tazlığını kılımız deyip durup onu kıvatkalarını gördüm. Hiçbir adam nime agi tekkellerini görmeptim. Küçük kızlarda anadaki bu yögengenler İşçide bek çıkıp ketkinini bek kızık is kıldım jo men. Kısam bu aşı WhatsApp toplarımız var deydi. WhatsApp toplarının içinde aşında erler, kızlar biz neymiş ki başka adamdan ki rızkıga nim kılımız, gözümüzü aşağıya kartımız erkeklerimiz, qeyrindaşlarımız. Özünüzün sınızı var. Sizin xotununuzda başka adam oğurlusu bulamda. Siz xaqның xotununu, xaqның nikahsındaki adamlarını oğurlamsız. Hem şu kızları demekçi oğlum, şu sınırlarımızı demekçi oğlum. Siz özünüzü oğurlatman. Bu amanet xiyanatlık kılış degen gap bu. Meyli din cihetten bolsun, meyli pen cihetten deyli, tükürük kaçısı ayınıp kalman. Nimdep tükürük kaçısı olsuz. Oylap görün gipim ne? Men bir apılık süpütüm bilen, hedilik süpütüm bilen. Men bir yalğız analık süpütüm bilen, sizlerning dostunlar süpütüm bilen devatıma bu terbiyeni. Siz depekine degentiz, mening sizge bergen cevabım muşu, qerindishim. Tövendeki bir narsani anglap yiqinglar. Tadbirkorlik. Bir nazar siling birodar. Maysiga ziminni yerib chiqish quvvatini, xamilyonga xavfdan qutulish uchun turli ranglarga kirishni, kenguruga balasini asrash uchun yonchuqni ato qilib qo'yibdi. Tangrining bundaq mo'jizalari atrofdagi hamma mavjudotda behisob bo'lishi mumkin. Faqat ixlos bilan kuzatsak bo'ldi. İnsonga o'z muhofazati uchun oyoq, qo'l sizish, ko'rish va tafakkur qilish kabi bisyor imkonlar berilgan. Qavmimiz arasidan chiqqan va bizdan bir qadar ilgirlab ketgan hamda hayotlari ibratlik yashagan kishilar avval Tangrining panohidiki, uchuq aytganda Tangri bergan ashu ato qilingan himoyalarni ishga sola olgan kishilardir. Ba'zi narsalarni men o'ylayman, kitob o'qing. Kitob o'qish shunchalik bir baxt deb o'ylayman men. O'zingizningki miyari bek to'lsa, boshqa g'ayriy narsalarning kirishi ozlaydi.
men nayda bir ulug'vor bir ayol emas. Men hamma narsani voy kulib turib 24 soat hayajonlanib turib o'tkazdim demayman. Yig'larim bo'lgan, lekin balamning oldida yig'lamaydim. Kechleri yig'lab olatdim. Ertesi kapıga mishib kelsa, qizim oya apa, ig'ir kelyapmiz. Agarda men bo'lmagan bo'lsa, agar akam bo'lmagan bo'lsa, agar kim bo'lmagan bo'lsa, biz bunda sizga yuk olmagan bo'lsak, siz bari texim yaxshi yashaydingiz deydi, yengil yashaydingiz deydi. Yo'q, sizlar mening Alloh bergan bir nimam hadiya qilgan bir angushtarlarim meningki. Sizlar bilan men mushu turmushimni, mushu qiyinchiliklarimni yengib keladiganga bir turtki bo'lgan odam, turtki bo'ldimish bolalarim. Bu qiyinchilikni yengishga, qiyinchilik bo'lmadi emas qarindoshlarim, qiyinchilik bor. Lekin yengib bo'lgandan keyin oqingizga o'rilsangiz, bek sharafsiz izlarni ko'rmaysiz. Qiyinchilikni yengish jafoliq bo'lgan bilan sharaflik. Dedim-ku, hayatımdaki her bir nimesi basqıçını aqamga o'rilib qarasam, bek meynat yerlerini, ayak izlerini kömeyme. Şunun için Allah'ın aldığımı unchilik sharafsiz holda bormayman deb o'ylayman. Sizmi mushu chiroylik yo'rgangan nimangizga, taqi turqingizga yuz kelalaydigan ishlarni qilinglar qarindoshlarim. Men dinga qarshi emas. Mehnat qilmaganga qarshi. Mehnat qilib yaşasınız, siz texmi güzel bulursiz. Manınga 100 kilalang, ägi tegish sizlarning to'pinglardan ichida bek jixlab ketayotganiga men shunchalik afsuslandim. Qag'inni siz ondan bilasiz meningki nimamni. Anandikin bir kishininki nimasi bilan havolasi bilan bir ovozliq narsani qo'yib berman, ovozini o'zgartirib atdik. Bu bir tavsiya mujohidlarga, anandikin ba'zi bir qarindoshlarimiz hozir Afg'on nimada Iroqdagi masala eg'ir, Iroqning turmalarida kichik bolalar, onalar, mo'maylar shundoq chiqqan. Muşununğa bir söz, muşu avazımni qo'yib bergan bo'lsangiz deb turib, Iroqdan birisi ovoz ivetdi. Uni ovozga elib, o'zimning ovozimni qo'ymisingiz deganda ovozni o'zgartdik. Ko'ngil qo'yib anglanglar. Top turing, men ovozni sal ching'roq qilay. Türkiye'deki nakahval işkeden nakahvalarımız Türkiye'mizde çoğun noktada uygulayan bu şekilde uygulanan vakitte çok cemaat, küçük cemaat, halife, hilafet, tabanca cemaatli vakittik. Mezaballığımıza cekene, bizim kuyup tıkalını hemmini kutak kaykayşlık ablacan damınlar. President Damıllar neydiğen bir damıllar varken bazı ilmalar birlikten başlık edemdi. Şu menaş hilafetlik emiye komandını başlık edip başımızdan tutup uygun aş hilafet kisiri tutken hilafette azıcık eyle var mı yok mu olarak asyak buluşu mümkün offline militör iyi hükümetiyle ben mimince ayarlar bana esirçilik PKK'da mimince esile ayarlar bana esirçilik böyle de bıcak çıktı o yerde neticeden ayarlar iyilep ketken bana iyilep ketken küçükle balli var Neçimadan eksik babak valla esir geçti. Adi dünyadaki hiçbir teşkilat, hiçbir cemiyet o yerde esir geçkenlerini yok kılışma iste hiç kimden ateşçilik yok. Şu an siz basıklamışsın bir dakikayı sıkızdan bir yerdeki mallam yapacak dedim. O şehirlerini bir damla, teşkilatlığı damla, vatandaki
Xitayning qo'lida tutib qolgan hech kimni qutqizolmadik. Nasharliklar bo'lsin, bir tashkilot deymizmi, yo'llanib, fiziği tarafta tutib qolgan, PKK'lar tutib yasayolgan, Sho'ziyanka sportchilar, foto'tmanlarni, onalarni, aysiylarni qutqizolgan, o'shani ta'minla deymiz. Hech kim anlamadi, siz bo'lsin, bir dakika yo'q, ishini, Dünya Uyghur Kollektivini yetkizib, Maylanga yetkizib, Uyg'urlar bilib qolsa, hozir bizning Iyoqda, Suriyada, PKK'ning qo'lida necha miqdori ayollar, noyisida bolalar bor. İçinde aşağı telefon kıvamlarına deyişçe Xitaylar gittiniz, Xitaylar soya gittiniz, onu bəzənlər Xitaylar etken icra bəzənlər Xitaylar soya gitti. Sonra onun ismini kimliydi, onun hemmine aşağı Allah'ın tavullamış, Kuzey'nin tavullamış, Miravarlar birlikinin başlıklı silüvetki adamlar. Azı o adamlar ulama istigap kılmaydı, o kasam işçini varlar. Başında kıyınçılıklarımız var. Var olan ayarlar, ballar, ziyan, zahmetli uçtuğunda, başıları siz bolsunu halkımızdan başını çıkarken kıyınçılıkını halkımızga anlatıp koysunuz. Xudoyim yazılı, şükür dünya. Mesela Allah'a emanet. Bu bir amanet. Avazını özgerttim. Çünkü o adam şu Irak'ta. Bu nime deb başka teşkilatlarını, yeni bir yerlerini izlemeysizler deb desem, yağancı tursa deydim. Belkim mening gepim sal qo'polroq yoki eg'irroq, quloq xo'shaqmaydigan chiqqini bilan shu tuproqda yashayotgan, Iroqda yashayotgan, Suriyada yashayotganlarning ichida birisininki tarısını çekipdimen deb özüm hoş buldum. Yana bir qizvalninkiga telefon keldi, atdigan yoqi 3 ayol kishidan pul alqib bergan bo'lsanglar biz mishadan chikatgan bo'lsak deb turib bir qizvaliga shuncha telefon kilivergandan keyin menga gaqildi bugun atdiganda. Mushundaq bakan nimo hada bularni biz qanday qutulduramiz deb. Men endi qanday qutuldurishni rost bilmayman. Endi men sizga deb beray desammi, bu ahvolni endi rost bilmasam, bilmagan holatda men deb beramayman qanday qutuldurishni. Onun uchun tashkilotlar, O'lamalar birligining boshlig'i ekan qo'yliq odam sog'an. Ko'zaynaqli damollam dedi. Şulağa xap bulmay yaqaslari Türkiyədikiler. Xap bulmay bəzən təşkilatlarga mişə kirib anlap oltağanlar ba, marab oltağanlar ba, mening hər qandaq gepimni yetkizdiganlar ba. Şula xap bulmay yetkizib qo'ying. Iroqda bir muncha qarindishimiz borki, ballar, narsidlar, ularninki hech qandaq bir ularning nimasi bor, uqmay bilmay kirib qolganlari borki. Bilip kirip qağalarının işir puşayman qığını var ki, ular ölüp tügüş gerek mi? Bobaqlar ölmeslik gerek. Erleri ölüp gitipti. Kızlar, momaylar, bovaylar putlarını söylep qağan şundak adamlar var. Bunu qanday qilamiz degende ben hiç qanday hal qilish usulunu bilmayman. Sizlar bilan o'rtoqlashay deb turib o'yladim. Mesela Mujohid bu deganlarda to'rda shundajik mujohidlar hammasini. Ular haqiqiy rost mujohidmidi deb o'ylab qolaman. Muş Facebook tutunmay birisi birini qilib qo'ydi. Oy deb tillab poska aytib qo'ydi. Bu qanday mujohid bo'ldi? Bu mujohidlarni pishaqni bilayotdi, o'qni to'g'rilab qo'ydi desak, Facebookka to'g'rilab qo'yganligini hayron qoldim men. Men agarda men hozir sizningki har qandayingizning gapi bo'lsa, men telefonni ochib etaman. Har qanday telefonni qabul qilaman. Bir o'rtoqlashmaylimi? Mayli, ma bu onalarning yaş kızlarının, yalğız analarının, yalğız kızlarınki taşqi dünyanın gıdıqlışıdan qandaq əgib ötüş gerek degan temada analar olsunuz Facebook'ның Messenger arqılıq mənə telefon qılıb bəzən bir fikirlərinizni dəng.
Qaraplı oltaman başqa adamdan oyununu görüp otağandak. Telefon qılın. Keşkişi bana sizden Xudayım razı olsun. Ağzınızı dert vermesin demey, sizge mi dert vermesin Xudayım? Siz mi şu savaplı siz mi elan? Kapamay. Sizden mi Xudayım razı olup qalsın, men de razı olmay. Mümkün bolsa telefon qılыңlar, anlay. Kimler ba? Kızım akonu Facebook tutuyor, Messenger verəsən telefonu kırdım ha? Yok. Ondaqda şu həmminlərin ağzı itilib qalğan oxşaydı. Muşu gəpnin həmmisi. Əmdə bu Allah razı olsun deyimiz, razı olsun deyimiz, sizdən mi razı olsun olatdı? Lekin bu qandaq vatıdı bilmedim. Hiç kimdən telefonumu kırmadı. Ma ballarını ançı-munçı qutuldurup qoysaq boladı. Gerçi ula aldınıp bağan bolsun, məlum adamların qoludan bağan bolsun, şu məlum adamlar açıqmı siz nemiş ki şu yer eraxtı qapqamaysız, qaqnılı yolğı sap qoyub, özəng nemiş ki cənnətin aşqışını sən aşağı verib izdisən olmamdı, degimdə kilodu da. Hazır eliq miyək saqal qoyub ağalarının həmmisi, oy besim buludu. Oy bizge Türkiye'de siz sili bilmeyla. Ma besim yama eğir. Oy bizge qısaq bolmaydı. Sizge qısınız bolmaydı. Qada qılımız həmsi ölüp tügüş gerek mi desem, ma şu eğiraq tuturup birisinin havalısıyım av. Qandaq hal qılaylı qeyrindaşlarım bize gep qılamsızlar, azıraq paran var mı? Telefon urup qoyunlarçı, birəsinlar osup sadağan ketəyək. Muşu meninkide körüp atqanlarının içinde birəsinlarının ağzınlarda gep gelmey qalğanmıdı? Aslında yazğan nəsləge bir qarab qoya, iş bolmaganda. Əxlə meyran qaldı ma Uyğur nemaş qandaq bunda sükutunu qılısılar. Bir aram bolum bəzdə. Savaplı siz mi elan? Bəhmi bir aram bolum mən. Mümkün bolsa gep qısanlar qeyrindaşlarım, birəsinlər telefon qılamsızlar. Mən bir anlap baxsam nemi deməkçi degəndək nəslərini. Mümkün bolsa gep qısanlar birsiga telefon urib baqay, aşağıda turib baqqan birsiga gep kelamdi, kemamdi. Həmmanların ağzı yepilib qalğan oxşaydı bugün. Ondaqda axırlaşdıray. Qalğan nəmdə savabını məllə tapmay, sizlərimiz savabını tep berək, sizlərimiz şu savabını tapsın desəm, heç qaysınlar gep qılmadanlar. Aşı qeyrindaşlar sizlərinin qeyrindaşlarınlar. Meyli qızlar doğruluq gep qısanlarmı, meyli moş eyraq məsələsi doğrusuqmu? Biz bək unutqaq millətkəmiz dep oylayma, başqa adam ölsə, başqa adam neyim qısa, biz yani xatırcayam 2 gün dua qıb qoyub, 3-cü günü anadıkin, ay Xudayım, həməmiz ölüb gitimiz qoy dep oturayverdiğin oxşayımız dep oylap qaldım özüm. Bu nəsdim bək əfsuslandım məralda. Rastla əfsuslandım. Özünüz bir qızlar olsun tərbiyə qıb qoyduğun yigitlər yox oxşaydı bizninkiden. Bu ərlərik susuşuş, bu işlerini keltirib çıxıb atqan bir mühim amil dep oylayman. Başqalarınki rızqıға mındaq bir oğurluq düşüdüğün adamların cıxlap getkini meni bək əfsuslandırdı.
Buludu əmsə. Xoş, aman bulunlar.